Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kanali obunachilari. Qo'qondagi qurilish texnikalari va svarka apparatlari do'konimizga ajoyib yangiliklarimiz keldi ustakalarimiz uchun. Bugungi obzorimiz shu apparatlarimiz haqida bo'ladi. Xo'p, yangiliklarimiz vertolyotlarimiz kelgan, stechka tekislash uchun vibroraykalarimiz bor, stechka tekislash uchun 12 voltga ishlaydi. Undan tashqari trombovka apparatlarimiz, trombovka apparat kenguru variantdagisi, beton kesadigan, asfalt kesadigan press apparatlarimiz, armatura bukadigan, armatura kesadigan, sim tekislagan stanoklarimiz. Xullas, qurilish texnikasiga taalluqli hamma turdagi apparatlarimizdan do'konimizda mavjud. Bugun qisqacha mana shu yangiliklarimiz haqida ma'lumot berib o'tib ketamiz. Video boshida manzilimizni eslatamiz. Manzilimiz Qo'qon shahar Navoiy massiv Malina svetoforning yonida joylashgan qurilish texnikalari do'koni bo'ladi. Endi vertolyotlarimizga keladigan bo'lsak, 3 qo'lidan bor, 60 santimetrligi, 80 santimetrligi, 1 metrli variantdagilari bor. Bularning motori 170 motor bo'ladi. 7,5 ot kuchi bo'ladi. Endi bu benzinga ishlaydi, benzin motor bo'ladi. 1 soatda 800 grammdan 1 litrgacha rasxodlari bo'ladi. Bu nagruzkaga qarab, qancha gazni oshirsalaring, оборот tezlashadi va nagruzka ko'payadi. Gazni qancha pasaytirib ishlatsalaring, nagruzka kamayadi va o'sha rasxod kamayadi. Endi bu o'sha stechkaga qarab turib, sal quruqroq bo'lsa tezlashtirasizlar, o'sha оборотni sal ho'lroq bo'lsa sekinroq ishlatsalaring bo'laveradi. Shunga qarab turib ishlataverasizlar. Kimga narx qiziq bo'lsa, ekran nomerlar qoldiramiz, telefon qilaverasizlar. Vibroraykalarimiz 1,5 metr profilning uzunligi, komplektda o'zini akkumulyatorlari, zaryadchiklari bor. Bular o'sha ho'l stechkani tekislash uchun vibratsiya berib, trombovka qilib turib, tekislab berib ketadi. Andavani o'rniga bo'ladi. Bundan ham 2-3 xil modellari bor. Telefon qilaverasizlar. Narxlari o'rtacha 1 milliondan boshlanib 1,5 milliongacha davom etaveradi. Endi beton kesadigan apparatlarimiz, asfalt kesadigan apparatlarimizni tanishtiramiz. Beton kesadiganimiz bu devorlarni kesish uchun yoki kafellarni yoki betonlarni kesish uchun 30 santimetrgacha bo'lgan joylarni bemalol kesadi. Motor 3500 vattlik, komplektida o'zini relaylari qo'shib beriladi, keyin nasoschalari qo'shib beriladi, ya'ni suv haydab berib turuvchi alohida nasoscha ulashlaring shart emas, o'zini komplektda bor. Eramax brendiga tegishli bu beton kesadigan apparatimiz, garantiyalari bor. Almazning tig'lari mana ko'rishlaring mumkin. Keyingi apparatimiz esa asfalt kesadigan apparatimiz. Asfalt kesish uchun yoki o'sha beton kesish uchun, stechkalarda kattaroq ob'yomdagi stechkalarni kesish uchun mana shu apparatimizdan ham yetib keldi. Buni motori katta bo'ladi. 15 ot kuchi, 190 gilza porshinli bo'ladi. Yon tomoniga pichog'i o'rnashadi. Mana ko'rishlaring mumkin. Rollari bu suv bachogi. Bu o'sha oldini ko'tarib tushiruvchi dastasi bo'ladi. Necha santiga moslab turib kesishlaringni mana shunday regrovka qilasizlar. Aylantirsalaring oldi ko'tarilaveradi. Sursalaring tushaveradi. Mana o'zining markalari. 105 kilo apparatning o'zi, 15 ot kuchi, 9 kilovat. Yetalab yurishga o'ta udobniy narsa bo'ladi. Buni benzin rasxodi 1 soatda 1,5 metrgacha chiqishi mumkin. Endi trombovka apparatlarimiz, kenguru trombovkamizdan yetib kelgan 7 ot kuchi, bu ham benzinga ishlaydi. Mana ko'rishlaring mumkin mana shu holatda. Bu bitta urganda 1 tonnagacha o'sha yukni urib beradi, ya'ni trombovka qilib beradi, bitta sakraganda. Bu apparatlarimizdan yetib kelgan, narxlari o'ta arzon, Mirolis brendiga tegishli, garantiyalari bor. Bemalol telefon qilishlaring mumkin, dostavka xizmatlari ham mavjud. Undan tashqari trombovka apparatimizni boshqacha modeldan ham kelgan. Bu 90lik modeli bo'ladi. Bu o'sha silliq yerlarni stechkadan oldin yoki o'sha birorta ish boshlashdan oldin trombovka qo'ygani effekt beradi. Buni motori ham 7 ot kuchi bo'ladi. Suv bachoklari bor. Mana shu holatda. Ushbu apparatlarimizning narxi kimga qiziq bo'lsa, bemalol telefon qilishlaring mumkin. Dostavka xizmatlarimiz 12 viloyat bo'yicha bor. Undan tashqari malyar akalarimiz uchun kraskalak, imosepishchu, Wagner apparatlarimiz har xil modellardan ham mavjud do'konimizda. Kafel kesadigan apparatlarimiz, undan tashqari shpakilovkani shilpovka qiladigan apparatlarimiz va shu apparatlarimiz uchun zapchaslarimizdan ham mavjud. Katta qurilishda ishlagan akalarimiz uchun karkas to'qigani, armatura bukadigan apparat, sim to'g'irlagan apparatlarimiz, sim kesadigan apparat, armatura kesadigan apparatlarimizdan ham mavjud. Bitta video yoqqan bo'lsa, bittadan like bosib qo'yasizlar. E'tiborlaringiz uchun kattakon rahmat.